ustozlik xonasida mashinaga o'tirishga nima yetsin. Bugun bizning ustozimiz yoshligimizdan sportdan tarbiya bergan va hayotga ancha yo'l yurib ko'rsatgan ustozimiz Sunnat Akalbayevni ofislardaman. Hozirgi zalli, ya'ni trenirovka jarayonlarini tanishtirib ketamiz. Qani ketdik. Up on the beat, so twerk it, bitch. How do you want it? You back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay. Ko'rib turganingizdek, trenirovka jarayonlari o'z o'rnida va o'z maromida olib borilmoqda. Yaxshi ustoz har doim o'z shogirdlarini faqatgina cho'qqiga olib chiqadi. Shuningdek, har bir ota-ona o'z farzandini kelajagi uchun, kelajakda baquvvat, sog'lom va kelajagi barqaror bo'lishi uchun har bir ota-ona o'z farzandini sport bilan shug'ullanishiga imkoniyat yaratib beradi. Shuningdek, biz sizlarga O'zbekistonda o'z nomiga ega Bars klubni tavsiya qilamiz. Bu yerda nafaqat sport, balki bolangizni, farzandingizni tarbiyasi bilan ham ustoz mukammal shug'ullanib boradi. Farzandingiz 100% yaxshi tarafga, yaxshi natijalarga erishishiga kafolat beradi. Rahmat, hammalarga sog' bo'ling. Bars klub doimo sizlar bilan birga.